Assalomu alaykum, hurmatli. Xo'sh, kuryerlik qilib bola chaqasini boqayotgan, ota-onasiga yordam berayotgan, umuman halol mehnat qilayotgan kuryerlar, men sizlarga murojaat bilan chiqyapman. Hozir men Adliya vazirligiga keldim. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. Xo'sh, bu yerga kelib mutaxassislar bilan gaplashdim, maslahatlashdim. Xo'sh, O'zbekiston Respublikasi mototsiklchi bayker kuryerlari kasaba uyushmasi ishtirokidagi bayonnoma, yig'ilish bayonnomasi bilan tasdiqlangan O'zbekiston mototsiklchi bayker kuryerlar kasabasi uyushmasi nizomini olib kelib, hozir bu narsani ro'yxatdan o'tkazyapman. Kerakli mutaxassislar bilan gaplashdim. Endi birinchi hozirgi bizning vazifamiz bu profsoyuzga, kasaba uyushmasiga 3000 ta nomzod a'zo yig'ishimiz kerak. Ya'ni ularni danilari, pasport kopiya va telefon raqamlari. Chunki kasaba uyushmasining a'zolarining kimligini bilish kerak ekan davlat ro'yxatdan o'tganda. Prosta a'zolik anaqasida. U bu yoqqa hech qanaqa hujjatlarga anaqa qilmaydi. Prosta tekshiriladi va asosiy registratsiya mana shu anaqada bo'ladi. Profsoyuzimizda registratsiya qilinadi. Bo'ldi. Boshqacha anaqa joyi yo'q. Prosta o'sha a'zolarimizni kimligini bilish kerak ekan. Shunga hozir tayyorgarlikni boshladik. Bizning safimizga qo'shiladiganlar, qo'shilish niyati bo'lganlar marhamat qo'shilishlari mumkin. Xo'sh, bu kuryerlikni nimaga bu profsoyuzni ochyapmiz, tuzyapmiz? Kuryerlikni nonini yegan odam biladi-da. Shu kuryerlarni qanaqa qiyinchiliklarda azob chekib ishlayotganini, oldidagi qanaqangi juda ko'p muammolar borligini, o'sha muammolarni hammasini birlashib birgalikda yechamiz. Qonun doirasida qonuniy hal qilamiz hamma narsani. Shu maqsadda biz davlat ro'yxatidan o'tkazib, haq-huquqimizni qonun doirasida yuridik shaxs bo'lib yechim topamiz va bunga bemalol nima desa bo'ladi, shunga qazib bizning harakat shunga qonun doirasida hamma narsani hal qilib, yuridik maqomda haq-huquqimiz talab qilamiz kerak bo'lsa. Sog' bo'linglar, ko'rishguncha.